Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan DLC Jaloliddinov O'zubi kanali. Bugungi videoda biz Vitiniyani qo'ldan kelgancha ideal holatda kuchaytirishga harakat qilib ko'ramiz. Jigarlar, video sizlarga yoqadigan bo'lsa albatta like bosib, obuna tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Albatta videoni oxirigacha ko'rishingizni maslahat beraman, chunki video oxirida men bitta legendarniy agent ochaman va unda yashil o'yinchilarni qidirib ko'ramiz, ya'ni yashil o'yinchi tusharmikan ko'ramiz. Xo'p, bizda mana ko'rib turganingizdek, mana bu yerda ham Vitiniya, keyin Yamal, Salah kabi futbolchilar kelgan. Team of 2025 da, ya'ni 2025-yilning eng yaxshi jamoasi deganda har bir futbolchi yaxshi o'tkazgan futbolchilarning darajasiga bir daraja qo'shib yashil kartada chiqargan. Ya'ni Mbappe, keyin Dembelelar tushadigan bo'lsa, ular 87 bo'ladi va 97 darajada full bo'ladi. Xo'p, biz Vitiniyani sotib olyapmiz. Bizda Vitiniya 84 kartada va u DLC 26 ning yarmi yoki DLC 27 ga borganda baribir 85 yoki 86 darajaga erishishi mumkin. Ko'pchilik aytadi, ko'tariladigan bo'lsa, nega uni full qilyapsiz deyotganlar uchun. Uni men full qilishimdan maqsad yangi ko'tarilgan futbolchi va albatta yaxshi kuchayadi degan umiddaman. Xo'p, bizda Barella ham bor, ko'rganingizdek, Barella va ikkisini solishtirib ko'rdim va endi full bo'lganda yana bir solishtirib ko'ramiz ikkisini. Xo'p, biz kuchaytirishlar bosishni boshlab olamiz. Vaqt bizda Kukureliyaga tushdi. Kukureliyani sotib yubormagan ekanman. Mana endi Kukureliyani sotib yuboramiz. 80 kartali o'ng chap qanot himoyachisi Kukureliya o'tgan galgi agentda tushgandi va endi hech qanday futbolchilar yo'q va Vitiniyani kuchaytirishni endi boshlaymiz. Xo'p, bizda 112 ta texnika kuchaytirish bor va biz texnikasidan pas va kontrol darajalarini 100 qilib olsak, shot va takling darajalari bizda biroz pastroq 90 darajada bo'ladigan bo'lsa, keyin fitness bo'lsangiz, agarda 90 dan oshib ketib qolsa, 2 darajasi ham misol uchun 91 ga 90 yoki 92 ga 90 bo'ladigan bo'lsa, men 4 ta 100 chiqargan ma'qul deb o'ylayman. 4 ta 100 chiqarsa ancha chiroyli va ancha yaxshi o'yinchiga aylanadi. Chunki yarim himoyachilar texnikaga kuchayadigan bo'lsa, paslari juda ideal bo'ladi va o'yinda o'zini ko'rsata oladi. Hop, bizda kontrol va pas darajalari yaxshi kuchaymoqda hozircha va tezlanish ham ancha baland futbolchi ekan. Menimcha tezlanishini ham 90+ darajaga erishtiramiz. Va mana bu yerda ko'rib turganingizdek, STRS, ya'ni gavda o'ynashi, bosh bilan o'ynashi juda ham past, ya'ni bo'yi past futbolchi. Shu sababli bizda fitnessda ham tezlik, tezlanishlari ancha yaxshi holatga keladi. Hop, Vitiniya bilasiz, Chempionlar Ligasini jamoaviy tarzda yutdi. Va Dembele, Barkolya, Due, ko'plab futbolchilar, Nuno Mendes, Hakimilar DLCda ancha o'zini ko'tarib oldi PSG Chempionlar Ligasini yutgandan so'ng va albatta ular qatorida Vitiniya ham ancha ko'tarildi. Hop, Vitiniya Barellaga o'xshab uni ham menimcha 400 takidan pas darajalaridan chiqarganimiz yaxshi va bizda birinchi 100 kontroldan chiqdi va endi pas ham 100 bo'lsa kerak. 97 pas taklingga tushmoqda. Takling ham ancha balandlashib ketgan. Zarbasi 83. Bizda 99 bo'lmoqda pas va menimcha 100 bo'ldi pas. 83 ga 86 yaxshi kuchaymoqda. Takling 87, 88, 84 zarba, 89 takling, 85 zarba va 90 takling bo'lmoqda. Mana shu holatda texnika bosaveramiz. 86, 87 va bizda takling 91 bo'lib ketdi va endi menimcha 400 chiqarishimiz aniq bo'ldi ham. Va bizda Vitiniyada ko'rib turganingizdek 69 ta kuchaytirgich bor va 50 tacha texnika kuchaytirish ortib qolar ekan Vitiniyadan ham. 91 ga 92, 92 lar bo'lmoqda. 93, 94. Bilasiz, DLCda men ancha vaqt shu akkauntda Pedri yoki Valverde chiqishini kutdim va ancha kuchaytirishlarim qolmadi. Fitness kuchaytirgichlarim deyarli qolmagan. Albatta Valverdeni oladigan bo'lsam, u yaxshi kuchaya olmaydi. Fitnesslarim deyarli
Valverdega yetmaydi. Shu sababdan men Vitinha yoki Pedrini kuchaytirishni qaror qildim va men Pedri chiqmaverganiga Vitinhani full qilishga qaror qildim va endi menimcha yarim himoyachi ham kuchaytirmayman keyingi videolarda. Va keyingi videoda menimcha bir ikkita hujumchilar va keyin bu akkauntni albatta Telegram kanalimda yoki tekinga sovg'a qilib yuboraman. Albatta Telegram kanalimga ham o'tib qo'ying. Vitinhadan 400 chiqdi mana. Xo'p, Telegram kanalim video описаниесida yoki kommentariyada bo'ladi. Bu akkauntni Telegram kanalimda yoki tekinga berib yuboraman yoki albatta pullab sotib yuboramiz. Bizda 50 ta texnika qoldi aytganimdek va endi fitness kuchaytirgichlar 68 ta fitness bor. U ham menimcha 45 ta, 46 tacha qoladi. Xo'p, bizda tezlikka ko'proq kuchaytirishlar tushishi kerak. Tezligini 82, 83, 85 lar qilsak ham zo'r bo'lardi. Mana qarang. Texnika bosmoqchi bo'lganimda texnikadan 400 chiqqan va bosib bo'lmaydi. Texnika bosadigan futbolchi yo'q demoqda bizga. Xo'p, fitness kuchaytirgichlar sitriga ko'proq qo'shilmoqda. Xo'p. Bizda 80 tezlik, 88 tezlanish va 86 stamina darajasi bo'lmoqda. Tezlik 82 ham bo'ldi. 83 tezlik, tezlikka ko'proq kuchaytirishlar tushyapti. 84 tezlik va tezlanishga yana tezlanish 90 bo'ldi. Vitinhaning o'zi ham 94 darajaga ham erishdi. Stress 64, tezlik 85, stamina 86. Bitta tezlikka tushsa oxirgi kuchaytirishimiz bu menimcha va 50 ta fitness kuchaytirgich qoldi va tezlanishga tushdi. Vitinha menimcha qo'ldan kelgancha ideal holatda kuchaytira oldik. Vitinhani ham tezlanish darajasi 91 bo'ldi, stamina 86, tezlik 85. Vitinhani kuchaytirganim sizlarga yoqqan bo'lsa albatta like bosib qo'ying jigarlar va endi biz albatta bitta legendarniy agent, ya'ni Sobitga yutdik va endi legendarniy agentni ochib ko'ramiz. Bizga mana bu yerda ko'rib turganingizdek Team of 2025 tarkibidan o'yinchi kerak. Bizda 9.6% ekan tushishi va qandaydir usullar qilib bittagina bosamiz va bizda Fransiya bayrog'i ko'rinmoqda va bu 22-raqam. Menimcha himoyachi shekilli. Teo Hernandez ekan, yuzidan tanib qoldim. Video sizlarga yoqqan bo'lsa albatta jigarlar like bosib, obuna tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Hammaga xayr, sog', salomat bo'ling.